Bolalar bog'chasi ota-onalar o'z farzandini ishonch bilan topshiradigan joy. Afsuski, ayrim holatlarda aynan shu ishonch jiddiy sinovga duch kelmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan navbatdagi videolar jamoatchilik orasida keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Unda Toshkent shahridagi nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasidagi holat aks etgan. Video xabarda tarbiyachining tarbiyalanuvchiga nisbatan qo'pol munosabatda bo'lgani, unga jismoniy va ruhiy tazyiq o'tkazgani ma'lum qilingan. Xususan, tarbiyachining bolani urgani hamda uning og'ziga mato tiqqani jamoatchilikning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan aniq ma'lumot olish maqsadida muxbirimiz Jasmina Jamolova voqea joyida bo'ldi. Bog'cha bolalar uchun xavfsiz maskan bo'lishi kerak, lekin kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar buning umuman aksini ko'rsatmoqda. Bu bog'cha emas, bolalarning ikkinchi uyi. Buni o'z tilimdan emas, har holda orqamdagi Ryan Kids'ning reklama bannerlaridan o'qib aytayapman. Bu yerda Amir Temur, Al-Buxoriy, Alisher Navoiy kabi olimlar tarbiyalanadi. Har holda reklamalarda shunday yozilgan. Xo'sh, aslida ham shundaymi? Latta olib bolani og'ziga tiqib, chiylatib bolani og'ziga latta tiqib, men yoqqa o'tib qo'yapti. Ishiga tiqib bolani qo'lini. Qarab turinglar. Men bilmayman. Rahbarni olib bering. Yo'q, hop, opa, men bo'la olmayman. Men hozir nima deyman? Tashqariga chiqaylik deyman. Nimaga deya olmaysiz? Deyolmayman. Hozir tekshirish olsin, keyin olamiz. Chiqishadi-ku. Hop, biz shu yerda turamiz, tekshiruvchini kutib. Kim tekshiruvchi? Qayerdan kelishgan? Bu holat 24-iyunda bo'lgan adashmas. Ya'ni tekshiruvchi sifatida kirgandan iloji yo'q. Bizdan ruxsat olish kerak. Unisini bilmadim. Qayerdan chiqqan? Ichki ishlardan bir so'rab ko'rish kerak. Men ham uni tanimayman, faqat familiya ismlarini bilaman. Endi yakunida aniq bo'ladi-da, biznikida hozir hujjatdan qidirishyapti, topishyapti. 2 soat to'xtadi. Men janim chiqqandan anaqa yaxshi qaralmagan, pamperslarni ham alishtirmasdan, ya'ni kasal bo'lib qoldi. O'zi necha yildan beri faoliyat yuritadi bu xususiy bog'cha? Yil bo'ldimi? Har doim bolalarni baqirgan ovozi, yig'lagan ovozi unga o'char deb baqiradan bog'chapalar. Bu bog'chapalarni o'zini tarbiyalash kerak ekan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu holat Toshkent shahrining xususiy bog'chalaridan birida sodir bo'lgan. Unda tasvirlanishicha, bog'cha opa bolalardan birining og'ziga latta mato tiqib kaltaklagan. Bog'cha ma'muriyatidan rasmiy izoh olish uchun manzilga yetib keldik, lekin doimgidek ulardan izoh ola olmadik. Uzoq kutishlardan so'ng kaltaklangan bolaning onasini topib, u bilan suhbatlashdik. Oyisi podshohlarga qarovimiz bolangizga deb 24 mana video tashab turardi. 2 minut yig'lashdan oldin ko'tarar ekan, video olar ekan, yana otib yurar ekan bolani. Bir hafta bolam yig'ladi, bog'chapa oyisi adaptatsiya, bolam bog'chaga moslashyapti, massajni ta'siri bo'lyapti dedi. Keyin kamerani ochib beringlar, bolam kunli yurganini men ko'ray dedim. Ochib berishmadi. Haqiqatan bolam sho'x ekanda, yaxshi qarashayotgan ekanda dedim-da ketdim. Aziyana keyin ko'karish, sinyaklar, burnida tindalanishlar bilan, orqasida tirnoq izlari, shilinganlar bilan kelyapti. Bolam juda agressivniy bo'lib qolgan. Biz endi bog'chaga moslasha olmayapti, meni qo'yib yuborgisi kelmayapti onasini deb o'yladik-da. Shu bilan 2 oy o'tdi. Menga kamerani ochib berishmadi, adamimizga lekin ochib berishdi. 102 qilaman deganlardan keyin kamerani ochsa shu bola tishlayapti. Bog'chapa yonida ikkinchi marta dumalab qolib yig'lab, ikkinchi joyini tishlayotganda o'sha bog'chapa ajratyapti, siltalab ajratyapti-da. Zinadan olib chiqyapti, 2 ta bolani qo'ldan sudrab, bolalar yig'layapti, oyoqlari zinalarga urilib ketyapti. O'sha kunni o'zi ekspertizaga olib bordik, ertasi kuni keldik biz. Bog'chapalar yig'ilib olib, ovqat yeb o'tiribdi. Bilmadim, qanaqa qilib ishonish kerak, yana summasi ham kam emas, 3.400.000 bog'chaning summasi. Dars o'tilar ekan, ko'r-ko'rona, faqat rasmga olinar ekan, rasmga olingandan keyin tap chiqib ketilar ekan. Homiladorligim sababli bolamni beruvdim. Shunda ham surishtirib, shartnomalarni o'qib chiqib, Bog'chaga berganda, qarang, oyi Muhammad o'ynayapti degan videolarga biz aldanib qoldik. Bolalarni oldiga tarelkada ovqatlar qo'yib, nimalar qo'yib video qilib olar ekan, ozginadan keyin 2 tagina kosani qoldirib, qolganini olib tashab, 2 tagina kosadagi ovqatni 5 ta bolani og'ziga, birini olib, birini so'ligiga tiqib, bitta qoshiqdan 5-6 ta bolaga ovqatlantirar ekan. Naberingiz qayerda? Qanaqa ahvoli? Sekin-sekin sal o'ziga kelyapti. Qo'rqoq bo'lib qoluvdi bola. Og'ziga bolani latta tiqqan ayol pedagog emas ekan. Bu nyanichka bo'lgan ekan. Lekin bular buni dokumentalniy qayerdadir o'qitib olib, qog'oz qilib, buni vaspitatsiya qilib qo'yishibdi. Men o'zim reklama qilganman bu bog'chani. Rahbari taniyman. 2002-yil o'zim gaplashganman yuzma-yuz ular bilan. Ishdan olishadi, boshqa filialga jo'natishadi. Direktorni ham o'zgartirib qo'yishadi. Men faqat biznes uchun qilganman. Ketsa pulim ketadi deydi faqat. Kecha xuddi shu videolar tarqalgandan keyin ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Instagram blogi bloklanibdi deyishdi. Ularni atmetka qilib olib chiqqandan keyin profiligini yopib qo'yishdi. Oldingi safar ham xuddi shunaqa qilishdi. Faqat reklama bo'yicha bular kuchli.
bolani kaftini chimchilashar ekan bular bilinmasligi uchun. Bir kun u qo'li, bir kun bu qo'li, bunaqa holat juda ko'p. Chora ko'rilmasa bo'lmaydi bu bog'chaga o'sha. Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi holatni nazoratga olganini, videodagi holat aks etadigan har qanday maktabgacha ta'lim tashkilotlarining litsenziyasini bekor qilish yuzasidan tegishli choralar ko'rilishini ma'lum qilgan. Bu kun Jasmina Jamol va Baxtiyor Jalilov, Toshkent.